Bu yil kirish imtihonida maksimal ball necha bo'ladi degan savol barcha abituriyentlarni o'ylantirishi tabiiy. Bugungi videomizda biz ayni shu mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Siz ta'lim sohasidagi eng dolzarb ma'lumotlarni berib boradigan Oliygoh.uz YouTube kanalidasiz. Bu videoni testga tayyorlanayotgan har bir abituriyent oxirigacha ko'rishi shart. Avvalo bilib qo'ying, 2025-yilgi kirish imtihonida maksimal 189 ball olishingiz mumkin. Bu ballar quyidagi ikki qismdan iborat. Birinchi qism majburiy fanlar. Bunda 3 ta fandan jami 33 ball olishingiz mumkin bo'ladi. Ona tili 10 ta savol, matematika 10 ta savol, O'zbekiston tarixi 10 ta savol. Har bir savol 1 ballga teng. Ikkinchi qism asosiy blok 2 ta fandan iborat testda siz jami 156 ball olishingiz mumkin. Birinchi fan 30 ta savol, 3,1 balldan jami 93 ball olishingiz mumkin. Ikkinchi fan 30 ta savol, 2,1 balldan hisoblanib jami 63 ball to'plashingiz mumkin. Qisqacha xulosa qilib aytganda majburiy fanlardan 33 ball, asosiy fanlardan 156 ball, jami 189 ball olishingiz mumkin. Bunda sizga albatta mustahkam egallangan bilim va ko'nikmalar yordam bera oladi. Bilasizmi, bu ma'lumotlarni bilish sizga nega bunchalar muhim? Bu ballar sizning oliygohga kirish imkoniyatingizni belgilaydi. Ayniqsa asosiy blokdagi ballaringiz juda ham muhim hisoblanadi. Shu sababli bu boradagi ma'lumotlarni bilib qo'yishingiz kerak. Shunchaki darslarga qatnashishning o'zi yetmaydi. Ballni bilish, strategik tayyorgarlik qilish kerak. Ayniqsa kuchli fanlaringizni aniq belgilab oling va shu yo'nalishga to'liq fokusingizni qarating. Agar sizga bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yaqinlaringiz bilan ulashing. Agarda sizni o'ylantirayotgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bizning mutaxassislarimiz sizga albatta javob yozishadi. Oliygoh.uz abituriyentlar uchun haqiqiy yordam markazi. Bizni kuzatishda davom eting.